Go'yoki kichkintoy mayli onam yashasin degandek bo'ldi. Bu holat haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Ko'rigimdagi ayol. Aziz senyoritalarim, bugungi ko'rigimizdagi holat bilan sizlarni tanishtirmoqchi edim. Bu ham bir Allohning mo'jizasi. Ya'ni 4 yildan buyon onkologiya bilan kurashib kelayotgan ayolimizda homiladorlik ehtimoli umuman past bo'lgan. Bu ayolda umuman homila bo'lish ehtimoli pasayib ketgan edi. Lekin ayolimiz mana ko'ryapmizki, vujudida kichkinagina homilajonimiz rivojlanib keladi. Ming afsuski, lekin bu ayolimizga tug'ish umuman mumkin emas. Chunki bu ayolimiz PET tekshiruv usuli degan narsa bor, o'shani o'tkazgan. Nurlanish darajasi yuqori bo'lib, barcha demak to'qima jarayonlari buzilib ketgan. Shunga qaramasdan bu kichkintoyimiz yashash uchun kurashyapti. To'g'risi bu ayoldagi vaziyatni ko'rib, ayolning gaplarini eshitib, o'zim ham juda ta'sirlanib ketdim. Ayol farzandli bo'lishni xohlaydi, lekin shifokorlar tomonidan qo'yilgan yo ona, yo bola. Bu ayolimiz uchun tug'ish umuman mumkin emas. Sog'liqlariga birinchi o'rinda e'tibor qilishlari muhim hozirgi holatida. Ayolimiz farzandini saqlab qolishni juda ham xohlaydi, lekin shifokorlar tomonidan bu taqiqlangan. Chunki agar ayol homiladorlikni ko'tarsa, ayolning sog'lig'i orqaga ketadi.